Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, millatdoshlar, vatandoshlar, hurmatli fuqarolarimiz. Xalqimizni ma'naviy dunyosini, tibbiy dunyosini yana ham ozroq boyitish maqsadida navbatdagi suhbatimizni jimitgina bir kichkinagina suhbatimizni uyushtirishga qaror qildik. Chunki oxirgi yillarda mana o'zimni shuncha yillik mehnat faoliyatim, bemorlarni ham tabobat bo'yicha, ham meditsina bo'yicha qabul qilganligim natijasida yurtimizda uchraydigan eng ko'p kasalliklardan bittasi bu kalsiy tanqisligi bo'lib chiqyapti. Mana bugungi kunda umumjahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga qaraganda, dunyo aholisini mamlakatlariga qarab, yoshiga qarab, jinsiga qarab istiqomat qiladigan va ovqatlanish rejimiga qarab turib, dunyo aholisini 30% dan 66% ga yaqin qismida temir tanqisligi, kalsiy tanqisligi hamda yod tanqisligi uchrayapti. Demak, mana shu tanqislik birinchi uchlikni tashkil qilyapti, kalsiy tanqisligi. Buni qanday alomatlari bo'ladi? Buni alomatlari mana kalsiy vujudda birinchi navbatda nima vazifa bajarishiga e'tibor berishimiz kerak. Bu qonni uyuchanligi uchun javob beradi, suyaklarimizni mustahkamligi uchun, tishlarimizni baquvvatligi uchun, asab tizimimizni me'yorda faoliyat yuritishi uchun hamda demak tayanch harakat tizimimiz me'yordagi faoliyat yuritishi uchun zarur. Endi uni tanqisliklariga nimalar kiradi? Kalsiy tanqisligiga alomatlariga tishni yemirilishi, quvvatsizlik, darmonni ketib qolishi, ter bosishi, tomirlar tortishishi, suyaklar qaqshashi, soch va tuklarda to'kiluvchanligi hamda demak umumiy quvvatni pasayishi, darmon qurishi kiradi. Ayniqsa bu yoshi ulug' odamlarga taalluqli hisoblanadi. Chunki yoshi kichkina bolalarda ko'proq kalsiy tanqisligi raxt kasalligi bilan, ya'ni suyaklarda qiyshayuvchanligi va deformatsiyasi bilan alomat beradigan bo'lsa, yoshi katta odamlarda suyaklari tez sinuvchan bo'lib qoladi. Endi bizlar shuning uchun mana yurtimizda ham mana shu umumjahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumoti bizlarning yurtimizga ham tegishli. Shuning uchun bizlarning odamlarimizda ham kalsiy tanqisligi nihoyatda ko'p uchraydi. Buni me'yori qancha? Me'yori bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash tizimi ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan, vazirliklar juda yaxshi ishlar qilyapti. Davlat miqyosida aholi salomatligi uchun, umr uzunligi uchun, turmush sifati darajasini yaxshilash uchun ko'plab ishlar qilinyapti. Shuning uchun juda yaxshi laboratoriyalar bor. Laboratoriyalarga borib har qanday laboratoriya buni demak qoningizda kalsiy miqdori qancha ekanligini aniqlab berish imkoniyatlari bor. Bu 1 litr qonimizda o'rtacha 2,2 grammdan 2,8 grammga yaqin kalsiy bo'lishi kerak. Bu albatta millimol litrlarda sizga aniqlab beradi, ya'ni 2,2 va 2,8. Agar 2 dan kam bo'ladigan bo'lsa, bu ancha og'ir kalsiy yetishmasligi. 1,8 dan kam bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham dahshatli kalsiy yetishmasligi bu hisoblanadi. Shuning uchun hozir reklama qilindi, domla mana chiqib aytdi, kalsiy tanqisligi demak har 3 ta odamdan 2 tasida uchrar ekan. Demak biz profilaktika uchun kalsiy qabul qilib yurishimiz kerak degan xayolga borsangiz, noto'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Chunki agar qoningizda shundoq ham kalsiy yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yuqorida aytib o'tgan me'yor chegaralarda bo'ladigan bo'lsa, siz kalsiy preparatlarini 1 oy 2 oy muddatda qabul qiladigan bo'lsangiz, giperkalsemiya degan holat yuzaga keladi. Qoningiz juda tez ivib qolaveradi. Bu infarktlar, insultlar hamda xafaqon kasalligi uchun sharoit tug'dirib beradi. Undan tashqari bo'g'imlarda, suyaklarda, peshob tanosil tizimida hamda o't qopida toshlar paydo bo'lishiga olib keladi. Eng yaxshi usul qanday? Eng yaxshi usul albatta tekshirgandan keyin kalsiy tanqisligi bo'ladigan bo'lsa, tabiiy profilaktika qilganimiz yaxshi. Ya'ni bir kecha kunduzda odamlarni turmush sharoitiga qarab, yashashiga qarab, tana vazniga qarab, yoshiga qarab, jinsiga qarab bizlar har qanday sog'lom odam ham bir kecha kunduz mobaynida 300 mg dan 500 mg ga yaqin kalsiy yo'qotamiz. Bu demak o'sha jismoniy faoliyat mobaynida, aqliy faoliyat mobaynida, jinsiy faoliyat mobaynida bular yemirilib chiqib ketib qoladi. Peshob bilan, ter bilan hamda ishak orqali chiqib ketib qoladi. Endi qanday tabiiy profilaktikasi qanday? Masalan 1 litr sut yoki qatiq mahsuloti iste'mol qiladigan bo'lsak, bir kecha kunduz mobaynida bizlarning vujudimizda zarur bo'lgan, ya'ni 1 grammga yaqin kalsiyni bizlar o'rnini to'ldira olamiz faqat o'sha sut, qatiq mahsulotlarining o'zi bilan. Lekin albatta 1 litr sut, 1 litr qatiq ichadigan odam bugungi kunda juda kam bo'lsa kerak. Chunki tabiiy sut, tabiiy qatiqlar juda kamayib ketib qoldi bizning bolalik davrimizdan farqli ravishda.
Shuning uchun endi albatta bizlar kalsiyni boshqa yo'llar bilan profilaktika qilishimizga ham to'g'ri keladi. Ayniqsa yoshi ulug' odamlarda va o'sha raxt uchraydigan yoshi kam, yoshi kichik bolalarda. Endi non mahsulotlarida, xamir mahsulotlarida, un mahsulotlarida, kartoshka, guruchda ham kalsiy miqdorlari bor, yong'oqda bor, bodomda bor, lekin bular ancha kam. Shuning uchun o'shalarni o'zi bilangina organizmni ta'minlab bo'lmaydi. Ayniqsa oxirgi yillarda geni o'zgartirilgan mahsulotlar ko'payib ketayotganligini e'tiborga olsak, ekologiyani buzilishini, oziq-ovqat sanoatiga, kimyo sanoatini juda qattiq bir qo'pol aralashuvini e'tiborga oladigan bo'lsak, demak bizlar bugungi kunda faqatgina oziq-ovqat mahsulotlari bilan vujudimizdagi kalsiy kamyobligini, defisitini ta'minlay olmaymiz. Endi juda ko'pchilik odamlar qaysi preparatni qabul qilganimiz yaxshi deb bizdan so'rashadi. Mana aptekalarimizda, dorixonalarda reseptsiz beriladigan, ya'ni dorinomasiz beriladigan kalsiy glyukonat tabletkasi bor. Yaxshi preparat, narxi juda ham arzon. Lekin biz tadqiqotlarimizga ko'ra buni bor yo'g'i 10% qismi, 10% qismigina so'riladi xolos. 90% qismi so'rilmasdan ichakdan chiqib ketib qoladi. Chunki uni so'rdirish uchun kerakli mahsulotlar yetarli bo'lmaydi tarkibida. Endi bugungi kunda men o'zim ishlatib ko'rgan, narxi nisbatan arzon hamda o'zim ham ichib yuradigan kalsiy preparati bu Complivit kalsiy D3 preparati hisoblanadi. Buni biz tadqiqotlarimizga ko'ra 50% ga yaqin qismi so'riladi. Chunki uni so'rib beradigan D3 vitamini ham birgalikda uyg'unlashib, tabletka holatda, hapdori holatiga keltirilgan. Men bu bilan o'sha dorini reklama qilmoqchi emasman. Chunki dori firmasi bilan hech qanday meni shartnomam yo'q, lekin odamlarimizga foydasi, nafi tegadigan dorini men aytib o'tayapman. Bu reklama emas, reklama deb o'ylamanglar. Endi bizda oldimizga juda ko'pchilik keladi, domla deydi, mana bizga Amerikadan kalsiy preparati jo'natmoqchi. Narxi qimmatroq ekan, $500, $1000 masalan, yoki Mars sayyorasidan kelayotgan kalsiylar bor ekan, jemchujni kalsiy, tabiiy kalsiy deyishyapti. Juda yaxshi preparat ekan, shuni olishga nima deysiz? Maslahatingiz qanday? Maslahatim reklama qilingan narsani olmaganingiz ma'qul. Men yuqorida eng foydalisini aytib o'tdim. Va shuni aytib o'tishim kerakki, tabiiy kalsiy degan narsa va notabiiy kalsiy degan narsani o'zi yo'q. Organik kalsiy va noorganik kalsiy yo'q. Kalsiyning hammasi bir xil narsa. Bu lotincha Ca bilan belgilanadigan unsur xolos. Uni hech qanday organigi yoki noorganigi bo'lmaydi. Hammasi unsur xolos. Shuning uchun u organik ekan, organik narsalardan olindi, jonivorlardan olindi, tezroq so'riladi, yaxshi ta'sir qiladi degan gapga mutlaqo ishonib yotmang. Endi ilgarilari men mana ilmiy ishlarni boshlaganimda pediatriya institutida travmatologiya ortopediya kafedrasida ishlab yurganimda Xudo rahmatlik ustozimiz Fathulla Solihovich Jalilovni qo'l ostida ilmiy ishlarni boshlaganman. O'shanda suyaklarda bituvchanligida kalsiy hamda kobafitin hamda fitat kobalt degan preparatlarni ishlatib ko'rganmiz va samaradorligini o'rganganmiz. Shunisi ma'lumki, fitin preparati hamda fitat kobalt preparati tarkibida ham kobalt, ham kalsiy, ham fosfor borligi uchun juda ham bemorlarimizga yaxshi ta'sir qilardi. Afsuski, bugungi kunda dorixonalarimizda shunday arzon va samarali preparatlar yo'qolib ketib qoldi. Uy sharoitida qanday eng oson profilaktika qilsak bo'ladi? Eng osoni tovuq tuxumidan qaynatilganini 50 ga yaqin o'sha tuxum olinadi-da, tuxumni yaxshilab soya joyda quritiladi, ichidagi oqsil pardasi olib tashlanadi. Quritilgandan keyin uni havonchada maydalab tuyib, ustiga demak limon suvi siqib solinadi hamda xolodilnikda og'zi yopiq bankada saqlanadi. Saqlanib turib kuniga 1 choy qoshiqda 2 mahal, 3 mahaldan iste'mol qilib tursak bo'ladi. Oylab, yillab qabul qilsak bo'ladi. Eng arzon, eng beziyon, eng nojo'ya ta'sirsiz, eng asoratsiz dori vositasi hisoblanadi bu narsa. Dori vositasi emas, biologik faol qo'shimcha vositasi hisoblanadi va bizlar hech qanday bir qimmat preparatlarga ehtiyojimiz qolmaydi. Albatta buni bizlar qabul qilayotgan paytimizda qonimizda kalsiy miqdorini vaqti bilan 1 oyda masalan 1 marta, 2 oyda 1 marta tekshirib turishimiz kerak. Chunki giperkalsimiya bo'lib turib, buyraklarimizda, o't qopida, bo'g'imlarda tuzlar, toshlar yig'ilib qolmasligi uchun. Alloh taolo hammamizni salomatligimizni benuqson qilsin. Kalsiy tanqisligi, temir tanqisligi, yod tanqisligi kabi asoratlardan asrasin hamda yurtimizda insonlarning umri uzun, turmush darajasi yaxshi bo'lsin deb akademik Alijon Zohidiy